Bugun sizlar bilan yana o'sha hamma bilgan Mingyu brendi pogruchkalari haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi bo'lib 936 modellarimizdan boshlaymiz. Buni ko'pchilik biladi. Mingyu brend. Xo'p, ZL936 modelimiz. Uning kovush hajmi 0.65 kubani tashkil qiladi. Mana motorlaridan boshlaymiz. Texnikamiz turbina bilan jihozlangan. Turbinani hamma biladi. Turbina motorning quvvatini kuchaytirib, rasxodini kamaytirib beradi. Bu texnikamiz soatiga 3 dan 5 tagacha rasxod qiladi. Salon qismi. Texnikamizning salon qismi konditsioner, ventilyator, pechka, magnitofon haydovchi uchun juda ham qulay qilib ishlab chiqarilgan. Xo'p, texnikamizning kovushi aytib o'tganimdek 0.65 kubali. Ko'tarishi 2 tonnagacha yukni 320 balandlikka qiyinchiliksiz to'kib bera oladi. 320 balandlikka to'kib berishi, atak ko'tarishi 320 dan ham balandroq. Bunisi 936 modelimiz. Bunisi ham 936, biroz boshqachasi. Bu ko'rib turganlaringdek kovushi o'rtasidan ochiladigan variant. Qolgan hamma joyi bir xil. Menga kichikrog'i kerak degan akalarimiz uchun B29 modelimiz. Buning kovush hajmi 0.3 kubani tashkil qiladi. Buni motorlarini ko'rsatib o'taman. Bu texnikamiz motorlari. Bu texnikamiz ham rasxod katta emas, 3 ta 4 dan tashkil qiladi soatiga. Bu texnikamiz 270 balandlikka to'kib beradi yukni. 0.3 kubali. Xo'p, bular 936 modellarimiz. Juda ham kichkinasi kerak bo'lgan akalarimizga 0.2 kubali bir porshili texnikamiz. Va o'sha hamma bilgan D26 modelimiz juda ham ko'pchilikka ma'qul keladigan, bo'ylari pastdagi, hamma joyga bemalol sig'ib keta oladigan, tushib keta oladigan modelimiz. Bu texnikamiz ham 936 modelimizga o'xshab turbina bilan jihozlangan. Buning ham rasxodi u bilan bir xil, 3 dan 5 tagacha. 936 modelimiz bilan farqi, bu texnikamizni kovush hajmi ham bir xil. Farqi bu 3 metr balandlikka to'kib beradi. 936 modellarimiz esa 320 balandlikka to'kib beradi. Va buning kabinasi ozgina pastroq. Va C35 modellarimiz ko'rishingiz mumkin. Bu 0.6 kubali bo'ladi. Bu ham 3 metr balandlikka bemalol yukni to'kib bera oladi. Salon qismi hamma qulaylik mavjud. Konditsioner, ventilyator, magnitofon, pechkalari hamma qulaylik mavjud. Bu Mingyu brendida, ya'ni bizning mini pogruchkalarimiz ichida katta texnikalarimiz ham mavjud. Bu 946 modelimiz 1.4 kubani tashkil qiladi. Bu 1.4 kuba komplekt varianti, qisqacha adapterlari, kovushi bor variant. Oldida esa faqat kovushini o'zi bo'lgan varianti. 1.4 kubali. Bu yoqda 939 modelimiz. Bu 1.8 kubali pogruchkamiz. Buning strelasi bularga qaraganda ancha uzun. Yaqin 5 metrgacha yukingizni bemalol ko'tarib to'kib bera oladi. Bu 1.4larimiz esa 360 balandlikka qiyinchiliksiz to'kib beradi. Kabinali pogruchkalarimiz ham mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Bu 0.3 kubani tashkil qiladi bu pogruchkalarimiz. Vibrlarimiz juda ham ko'p, hammasi hamyonbop, ishonchli, sifatli texnikalar. Kimga shunaqa sifatli, ishonchli texnikalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin.